20-asrda nemis olimi qachonlardir Janubiy Amerika va Afrika bir qit'a bo'lgan degan xulosani ilgari surdi va u o'z nazariyasida barcha qit'alar oldin Pangeya degan umumiy bir superkontinent tarkibida bo'lgan degan nazariyaga asos soldi va unga ko'ra qachonlardir Madagaskar va hattoki Hindiston ham Afrikadan ajralib chiqadi va Osiyo tomonga siljishni davom ettiradi. Uning nazariyasiga ko'ra, to hozirgi kunga qadar barcha kontinentlar bir-biridan uzoqlashadi. Olimlarning so'nggi o'rganishlariga ko'ra, aynan Venegar tadqiq qilgan tadqiqotlar to'g'ri bo'lib chiqish ehtimoli mavjud. Chunki hozirgi kunda ham kontinentlar bir-biridan siljishda davom etmoqda. Og'ir tanqidlarga qaramasdan Venegar 1915-yilda qit'alar va okeanlarning kelib chiqishi kitobini nashr etdi va u Urkontinent, ya'ni nemis tilida super qit'a degan konsepsiyani ilgari suradi. Biroq kitobning 1920-yilgi nashrida bir marta u bu yerlarni karbon davridagi Pangeya deb atadi va bu atamani u yunoncha pan, ya'ni butun va geya, ya'ni yer so'zlaridan olingan holda yaratdi. Albatta bu so'zlarning lotinlashtirilgan shakli hozirgi kunda ham keng tarqalgan bo'lib, Pangeya nomi bilan shuhrat qozondi. Bugungi kunda Pangeya va qit'a tektonikasi nazariyasi umumiy ma'lumot hisoblanadi. Bundan tashqari men hech qachon Pangeya qanday ko'rinishda bo'lganligi haqida yaxshi gipotezani ko'rmaganman. Siz topadigan ko'pgina xaritalar shunchaki Pangeyani ideallashtirilgan tasviri bo'lib, ular estetik jihatdan juda ham aniq qilib tasvirlangan. Shuning uchun bugun men Pangeya geografiyasini ba'zi qismlari qanday bo'lganligini taxminan baholamoqchiman va umid qilamanki, oxirida bizda Pangeyani xaritasi paydo bo'lishi mumkin. Albatta bu faqat super qit'a haqida hozirgacha bilganlarimizga asoslangan taxminiy baho bo'ladi. Shunday ekan, shuni inobatga olgan holatda biz videoni boshlaymiz. Pangeya o'zi taxminan 160 million yil davom etgan va uning shakllanishi 335 million yil oldin boshlangan va 75 million yil oldin u parchalanib ketadi. Bu vaqt mobaynida Yerning geologik dvigateli hali ham ishlayotganda, ya'ni geologik vaqt shkalasida Pangeya doimiy ravishda o'zgarib turardi. Shuning uchun Pangeyani umumiy xaritasini yaratib bo'lmaydi. Buning o'rniga biz Pangeyani o'tmishdagi muayyan vaqtda shakllantirishga harakat qilamiz. Bu albatta hozir ixtiyoriy tarzda tayyorlanadi va biz taxminan 190 million yil oldingi Yer xaritasini tiklashga harakat qilamiz. Ushbu davr tarixda Trias-Yura davri bilan shuhrat qozongan va o'sha davrda butun boshli tirik mavjudotlarning 20-30% aynan mana shu tektonik o'zgarishlar natijasida yo'q bo'lib ketadi. Xo'p, shu o'rinda sizlarga bir qiziq faktni aytib o'tamiz. O'sha davrda biz hozirgi kunda bilgan tog' tizmalarini deyarli hech qaysi biri mavjud bo'lmagan. Hattoki bugungi kundagi eng baland cho'qqiga ega bo'lgan Himalay ham o'sha davrda yo'q edi va uning shakllanishi esa olimlarning fikriga ko'ra aynan Hindistonni Afrikadan uzilib Osiyoga urilishi natijasida juda ham qattiq silkinish natijasida paydo bo'ladi va o'sha davrdagi tog' tizmalari esa hozirgi kunga kelib aksariyat qismi yo'qolib ketgan yoki juda ham kichrayish natijasida ko'zga ko'rinmaydigan darajaga kelib qolgan. Biz ko'rishni istagan vaqtda mavjud bo'lgan tog'larni topish uchun biz Yerdagi qolgan eng qadimgi tog'larga qarashimiz kerak. Masalan, AQShning Apalach tog'lari, Marokashning Kichik Atlas tog'lari va Buyuk Britaniyaning Shotlandiya tog'lari. Ularning hammasi taxminan 500 million yillik tarixga ega. Endi bu 3 tog' tizmasi super qit'a bo'ylab uzluksiz tog' tizmasini shakllantirgan bo'lardi. U markaziy Pangeya tog' tizmasi deb ataladi. Bugungi kunda bu tog' tizmalarining hech qaysi biri baland emas, lekin o'tmishdagi 4 xil tog' qurilish hodisalari hozirgi Himalaylar kabi baland tog' tizmasini yaratgan. Bu qit'ani ikki qadimgi super qit'a qoldig'i Gondwana va Lavranziya o'rtasini ajratgan. Faqat bir necha 100 million yillik ob-havo va eroziya natijasida bu bir vaqtlar buyuk tog'lar bugungi kundagi holatga kelib qolgan. Biroq albatta boshqa tog' tizmalari ham mavjud bo'lgan.
Yaqinroqda Kvebekning Latarenya tog' tizmalari, masalan, Grenlandiyaga qadar cho'zilgan. Bu Pangeya hududini hozirgi Kanada va AQSh tomonidan egallagan. O'sha vaqtdagi yerdagi eng tog'li hududlardan biriga aylanadi. Shuningdek, Gvineya qalqoni, Janubiy Amerikadagi tog'lar va tog'liklar seriyasi. Ularning tarixi taxminan 1.7 milliard yil oldinga cho'zilgan. Garchi hozirgi mintaqa balandlik xaritalarida ularni zo'rg'a ko'rish mumkin bo'lsa-da, biz shuningdek Ant Arangeyasi boshlanishi bilan Ant tog'laridagi eng qadimgi tog' qurilishini ko'rgan bo'lardik. Biroq bu tog'larning faqat boshlanishi bo'lgan va ular hozirgi darajaga qadar shakllanmagan edi. Keyinchalik esa Pangeyaning quyi qismi, ya'ni avvalgi Gondwana parchalanib, Afrika va Janubiy Amerikadan ajralib ketadi. Bo'linish atrofida tog'lar yaraladi. Natijada Braziliyaning sharqiy tog'lari va Afrikaning g'arbiy tog'lari paydo bo'ladi. Janubiy Afrika bugungi kunda dunyodagi eng qadimgi tog' tizmalarining ko'pchiligiga ega va eng qadimgisi esa Mohanjva tog'lari. Oxirgi o'rinda men Varisk Arengiyasi haqida gapirmoqchiman. Bu Yevropadagi Alp va Pireney tog'larining o'sishiga olib kelgan va Rossiyaning Ural tog'lari va Markaziy Osiyoning Tianshan tog'larigacha, shuningdek boshqa ko'plab tog' tizmalariga qadar cho'zilgan. Ular Primorye sohil mintaqasiga, hozirgi Rossiyaga qadar yetib borgan. Bu Pangeya xaritamizda taxminan shu chiziqlar bilan tog'larni joylashtiramiz. Tog'lardan keyin men sizlarga okeanlar haqida gapirib bermoqchiman. O'sha paytlarda Pantalassa okeani bor edi va u dunyoning katta qismini qamrab olgan. Uning nomi yunon tilida butun dengiz ma'nosini bildiradi. U Tetis okeanining boshlanishi bo'lgan. Bu suv havzasi taxminan 60 million kvadrat kilometr maydonni egallagan bo'lib, bugungi Hind okeanidan biroz kichikroq, lekin Arktikadan esa ancha katta edi. Menga yana qiziq bo'lgan narsa esa bu vaqtdagi okean iqlim va yer ekologiyasiga qanday ta'sir qilganligi emas. Hech kim okean iqlimga turli yo'llar bilan ta'sir qilishini eslatib hayron bo'lmaydi ham. Yog'ingarchilik nuqtai nazaridan okean yonidagi yerlar odatda ko'proq yog'ingarchilikni boshdan kechiradi. Qit'a ichki qismlari esa okeandan ancha uzoqroq yerlar esa tobora quruqlashib boraveradi. Biz bugungi kunda Markaziy Osiyo bo'ylab shunga o'xshash ta'sirni kuzatishimiz mumkin. Geografik masofa tufayli quruqlik mintaqalarning Osiyo qismida deyarli butun qismini kesib o'tadi. Biz haqiqatan ham qarashimiz kerak bo'lgan yana bir narsa bu okeanlarning oqimlari, ya'ni bu vaqtda okean suvlari dunyo bo'ylab qanday aylanib yurganligi. Shu davrda okean oqimlari qanday bo'lganligi haqida hech qanday dalil yo'q. Shuning uchun bizda argumentni isbotlash uchun asos mavjud emas. Lekin biz hali ham yer qanday aylanayotganligini bilamiz va shuning uchun biz yerdagi shamol naqshlari hozirgi kabi bo'lganligini taxmin qila olamiz. Bu shamollarni bilib biz suv aylanishining umumiy sxemasini qayta tiklashimiz mumkin. Birinchi, ekvator bo'ylab shimol va janubdan shamollar suvni g'arbiy sohilga suradi. Ekvatorial suvlarda g'arbga qarab harakatlanuvchi okean oqimini yaratadi. Ekvatorda bo'lgani uchun bu suvlar issiq suv oqimlari bo'ladi. Bu ekvatorial oqim Pantalassa okeanidan issiq suvni Tetisga surib, yer bilan uchrashguncha g'arbga qarab yo'naltiradi. Yer va okeanlarning bu oddiy xususiyatlarini bilib, biz qoplamni aniqlashga harakat qilamiz. Lekin buni qilishdan oldin biz sharoitlar hozirgiga nisbatan qanchalik farq qilganini bilishimiz kerak. Birinchidan, 200 million yil oldin atmosferadagi o'rtacha karbonat angidrid darajasi taxminan 1850 ppm bo'lgan. Bugungi kunda esa 400 ppm. Bu shuni anglatadiki, bu vaqtdagi karbonat angidrid konsentratsiyasi bugungidan taxminan 5 barobar va sanoat inqilobidan oldingidan esa 6 barobar katta bo'lgan. Bu global harakatlarning zamonaviy vaqtlarida taxminan 3 darajadagi Selsiy issiqroq bo'lishiga olib kelgan. Bu juda ham g'alati eshitilsa-da, Shimoliy qutbdagi 200 million yillik foydali qazilmalar shuni ko'rsatmoqdaki, aynan hozirgi Shimoliy qutb qachonlardir tropik maskan bo'lgan va u yerdagi fauna va flora hozirgidan tubdan farq qilgan va u yerdagi faqatgina tog'largina sovuqdan iborat bo'lgan. Lekin aksariyat katta maydon esa tropik mintaqani eslatib yuborgan. Bu vaqtda faqat issiq iqlim muhitlari mavjud bo'lishi mumkin bo'lganligi uchun bu katta mo'tadil muhitlarning mavjudligini istisno qilmaydi.
Shuning uchun agar harorat o'sha vaqtda kamroq hal qiluvchi omil bo'lgan bo'lsa, bu namlikni muhit uchun asosiy hal qiluvchi omilga aylantirgan. Shuning uchun Pangeya yerlari asosan tubdan farq qiluvchi ikki muhitdan iborat bo'lgan. Ya'ni nam joylarda o'rmonlar va quruq joylarda esa cho'llar bo'lgan va albatta o'rtacha miqdorda yomg'ir yog'gan joylarda esa tropik savannalar paydo bo'lgan. Keyin esa okean oqimlari va tog'lardan foydalanib biz o'rmonlar va cho'llarni qayerda bo'lishi mumkinligini aniqlashni boshlaymiz va keyin ular orasidagi yerlarni savannalar bilan to'ldiramiz. Birinchi okean oqimlaridan boshlaymiz. Sovuq suv juda ham kam bug'lanadi. Atmosferada juda ham kam namlik hosil bo'ladi. Bu esa faqat oz miqdordagi yomg'irni hosil qiladi. Shuning uchun sovuq oqimlar yonidagi yerlarga cho'llarni joylashtirishimiz mumkin. Issiq suv yuzasi bug'lanishi osonroq bo'lgani uchun havo namlik bilan to'ladi va ular oxir-oqibat atrofdagi yerlarga yomg'ir sifatida tushadi. Shuning uchun issiq suvlar yer yonida oqib yotgan joylarda o'rmonlar paydo bo'lishini taxmin qila olamiz. Biroq men avval aytganimdek, mintaqa ichkariga kirgan sari quruqlik ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun cho'llarni allaqachon ichkarida mavjud bo'lgan degan fikrni ilgari surishimiz mumkin. O'rmonlar ehtimol markaziy Pangeya tog'lariga qadar cho'zilgan, lekin undan uzoqroq emas. Tog' tizmalarining bir tomoni o'ta nam va yomg'irli bo'lgan, boshqa tomoni esa quruq va cho'lliklardan iborat edi. Yana biz buni bugungi kunda Hindistonda ham ko'rishimiz mumkin. U yerdagi namlik Himalaygacha yetib boradi va boshqa tomondagi yerlar, masalan, Tibet juda ham quruq joyga aylanib qolgan. Bu yomg'ir soyasi effekti deyiladi. Shuning uchun ekvatorial o'rmon ehtimol markaziy Pangeya tog'laridan o'tib ketmagan. Bu shuningdek o'rmonlarning g'arbiy Pangeyaga juda ham uzoq kirib borishini oldini olgan. So'nggi so'z o'rnida esa men yer chekkalaridagi tor savanna mintaqalarini joylashtiraman, chunki okean odatda harorat va namlik uchun moderator sifatida ishlaydi. Hurmatli va aziz tomoshabinlar, mana videorolikimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agarda video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Shunda yangi videolarimizni o'tkazib yubormasdan tomosha qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Agarda ushbu mavzu haqida qandaydir fikringiz bo'lsa, marhamat izohlarda yozib qoldiring. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling.